Bepushtlikdan aziyat chekayotgan ayollarimiz bormi? Mana kesirva bo'lish yaxshi, mazza, uni asoratlari bor qizlar. Qabulimda kelgan ayolimiz kesirva bo'lgan. Kesirvadan keyin mana 2 yilki homiladorlikka tayyorlanyapti, homilador bo'lmayapti. Homiladorlikka tayyorlayman, rentgen qilib ket, trubangni ochiq yopiqligini ko'ray desam, mana rentgen qog'ozi bilan keldi. Hozir bachadonni ko'rmayapsizlar rentgenda. Rentgenda bachadon ichi, trubadan kontrast modda o'tyaptimi, o'tmayaptimi ko'rishimiz kerak edi. Bizda rentgen bachadon bo'ynidan bachadon ichiga o'tmayapti. Qisqa qilib tushuntiraman, qaranglar qizlar. Mana bachadon bo'yni, mana bachadon ichi. Bachadon bo'ynidan kontrast ichkariga kirmayapti. Deylik, oddiy qilib tushuntiraman. Koridordan zalga kirish kerak. Eshik orqali kirasizmi? Bu yerda eshik yo'q, devor bor. Bu nimadan paydo bo'ldi? Sinexiya, spaykalar bo'lishi mumkin. Endi bu ayolimizni operatsiyaga tayyorlaymiz.